Ular seni chalg'itishyapti. Aslida haqiqat shundaki, senga maktab, institut, kollej bular hammasi senga bilim emas, seni boshqaruvchi, ya'ni qoidalarga bo'ysunuvchi qilib tarbiyalaydi. Hozir avvalgi zamonda emas, informatsiya juda ham tez tarqaladi. Shuning uchun chalg'ituvchi omillarga juda ham ko'p e'tibor beriladi. Masalan, futbol, TV, ko'rsatuvlar, million, boshqa konsertlar, bular hammasi seni chalg'itish uchun. Chunki informatsiya juda ham tez tarqalyapti. Hattoki shu informatsiyani tezroq esingdan chiqarishing uchun senga boshqa xil kontentlar, ochiq qizlar, boshqa narsalar propaganda qilinadi. Bu narsa fakt. Bu narsa tizim orqali matritsalashtirilgan. Seningcha nima uchun hozirgi vaqtda fahsh ochiq oydin targ'ib qilinyapti? Chunki bu seni asl mohiyatingdan, asl maqsadingdan chalg'itish uchun qilinayotgan eng yaxshi propaganda. Balkim bu gaplarim orqali men o'zimni hayotimni xavf ostiga qo'yishim mumkin, lekin sen tushunmasang bu hammasi befoyda tizimda yashayverasan. Tushun, ularga aqlli insonlar kerak emas. Aslida yo'q, unday emas desang, senga bitta narsani aytaman. Tarixda jadidlarni, qatag'onlar nima uchun bo'lgan? Nima uchun kuchli, bilimli insonlarni yo'qotishgan, o'ldirishgan? Bu narsaga asl sabab insoniyat o'zini tushunmasin deyilgan. Chunki ularni boshqarish keyin qiyin bo'ladi. Shu uchun dunyoda musulmonlarni yo'qotishga qaror qabul qilingan. Chunki dunyoda Allohga ishongan insonni boshqarish qiyin. Drinking dope turned me to a superhero, yeah.